O'zbekistonda 1-maydan elektr energiya uchun yangi tarif joriy etiladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2024-2025 yilda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritish haqida 194-son qarori qabul qilindi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Prezident topshirig'iga muvofiq ishlab chiqarilgan mazkur qaror bilan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-apreldagi 204-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2024-yil 2025-yilda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga aholi uchun yengillik yaratadigan o'zgarishlar kiritildi. Masalan, yoqilg'i energetika resurslari narxlarining oshishi muddati 1-apreldan 1-mayga sanasiga ko'chirildi. Qolaversa, 201 kilovatt-soat 1000 kilovatt-soatgacha bo'lgan differensialashda tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritilmoqda. Ya'ni 2025-yil 1-maydan aholi iste'molchilari 201 kilovatt-soatdan 500 kilovatt-soatgacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har bir kilovatt-soat uchun 800 so'mdan to'laydi. Shu paytgacha 201 kilovatt-soatdan 1000 kilovatt-soatgacha bo'lgan qismi uchun 900 so'mdan haq to'langan. Bir oyda o'rtacha 500 kilovatt-soat miqdorida elektr energiyasi sarflaydigan xonadon vakillari buning uchun 2025-yil 1-mayga qadar 360 so'mdan to'lar edi. 200 kilovatt-soat bazaviy norma uchun 90 ming so'm, 201 kilovattdan 500 kilovatt-soat uchun 270 ming so'm. Tarif o'zgarishlaridan so'ng bir oyda o'rtacha 500 kilovatt-soat tok ishlatiladigan xonadon buning uchun 360 ming so'm to'laydi. Bundan tashqari, qaror bilan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasida kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indikatsiya qilinib borilishi belgilanmoqda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.